Farzandlarim, biz bugun ekkan daraxt mevasi ertaga bolalarimizga nasib etadi. Shuning uchun daraxtlarni shoxini sindirmang, egmang, bukmang. Aksincha yoniga yana bitta ko'chat o'tkazing. Bolaligimizda ariqdagi suvga non oqizib yer edik. O'sha davrlarni rosa sog'inaman. Unga aqlatu chiqindilarni tashlash biz uchun fojiadir. Hammamiz suvni nondek e'zozlaylik. Men ona xalqimizni ozoda va pokizaligi uchun ham yaxshi ko'raman. Chiqindilarni har tomonga tashlab ketish bizga xos emas. Farishtali uy, sarishtali uy deyshadi. Yurtimiz ham farishtali uydek bo'lsin. Tabiat bizning onamiz. Uni e'zozlash, ardoqlash tarafdorimiz. Unga bergan mehrimiz undan albatta mehr bo'lib, qahrimiz esa o'zimizga ziyon bo'lib qaytadi. Biz sara bog'lardan laziz meva yeb o'sgan farzandlarmiz. O'z bolalarimizga ham bu tabiiy ne'matlarni ilinaylik. Jannat makon o'lkani qoldiraylik. Biz ariqlardan zilol suv ichgan insonlar farzandlarimiz. Suvga supurmaymiz, suvga tupurmaymiz. Chunki u ham nondek aziz. Suvimiz u havoyimiz pok, musaffo bo'lsin. Biz yoqqan bir hovuch xazon yuzlab tonna toza havoni yemiradi. Endi yonayotgan xazonlar uyumining zarari naqadar katta ekanligini bir tasavvur qilib ko'ring. Tabiat aslida mukammal. Undagi barcha noqisliklar insonlarning noto'g'ri aralashuvidandir. Ona zamin siz u bizning e'tiborimizga muhtoj. Tabiat bizga omonat. Uni avlodlarga yetkazaylik. Tabiatni farzandlarga pok va to'lig'icha tuhfa eding. Biz tabiatni asrash tarafdorimiz. Tabiat bizga meros. Bu merosni avlodlarga yetkazaylik. Tabiat ne'matlarini muqaddas bilaylik. Siz ham biz bilan bir safda bo'ling. Tabiatni asrang.